Hürmetli televizyon görüşler, biz bu haberimiz hakkında şu müracaatnameni tövende yukarıdaki haberimizi görüp ötken bana bu müracaatnameni anlap ötkenler. Şu müracaatnameni yazgıcı hemşehrilerimizden biri bilen söhbet edip varımız. Özü hazır telefonumuzda. Ama doğru düşünüşüm an ümit kılma elbette vatanımızdaki bu zulüm ve Xitay'ınki bu besimi tüpeyli hemşehrimizin özünün ismini aşkarlaşını halim için ismini bilmeyimiz fakat şu müracaatnameni yazgan hemşehrilerimizden birisi bu. Telefonumuzda hazır. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam. Aldı bilen ziyaretimizi kabul kılganınız için köptün köp rahmet etimiz. Şimdi sizler bu naiti elbette bu müracaatnameni 2 Ağustos günü e'lon qilgandan keyin mayli bizning torbatlar bo'lsin va boshqa ijtimoiy taratqularda bo'lsin naiti ko'p inkaslarga nurg'un yerlarga taqaldi bu müracaatnomalar. Elbette sizlar o'zinglarninkimi shu hijrat qilib chiqish jarayonida va turmada tutilib qolgandan keyingi echinish ahvollar bularni naiti güzel bir şekilde yezib tushuntiribsizlar bu müracaatnomaning ichida. Endi qandaq bo'lib shu müracaatnomani yezish qaroriga kelib qoldinglar, shu haqda biroz tushunchangizni bergan bo'lsangiz. Biz bu müracaatnomani yezish maqsadiga kelishimiz endi har qaysi cho'nglog'i dedik, ancha-muncha boshqa tashkilotlarga, kichikroq tashkilotlar olsun yoki bir qo'ldan ozroq ish qiladigan shu organlarga dedik, lekin hammasinin taklifi birdek shu ishni qilolmaganligi, bu xalqaroliq ish bo'lgankin birasining o'z oldiga birasini qilolmagan bu Taylanddagilarni butun xalq, butun davlatdan bilib ketgankin o aytganda bir ko'rinarlik natija bo'lmaganligi asosdan shu amal yo'q biz shuni yezishga majbur bo'ldik. Albatta sizlar şu müracaatnomani yazgandimni aytdi 5'dilam hech bo'lmasa albatta sizlarninki barliq bu turmadagi eng oxirida qolib qolgan 70 necha qarindishimizning birilarininki ayol bolalari, birilarininki urug' tuqqanlari degandek har xil shaklda urug' tuqqanlari shu Turkiya turvetiqli hamda müracaatnomada shunda nayti güzel deyilib hamda hech bo'lmaganda ular haqida xolis duo qilishga murojaat qilganliklarini bildiribsizlar hamda o'zinglarning nayti ojiz ahvolda, qiyin ahvolda qolib qolganliklarini bildirib. Endi sizlar yana shu istiqlol televiziyasi orqali yana dunyodagi nurg'unlagan qarindoshlarimizga bu yerda kechirayotgan hamda albatta biz mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli boshqa organlar bo'lsin hamda bo'libmi Uyg'ur tashkilotlari qo'ldan kelgancha harakat qilayotganligini biz bilamiz. Chunki biz bu vaqtda nurg'unlagan mayli tashkilot raislari bilan bo'lsin nurg'un qatim suhbat elib bordik. Davlat darajalik har xil aloqali ishlarda o'zining kuchining eng yetgan darajada ishni qilayotganligini bildirdi raislarimiz-mi? Endi biz hamda xalq bo'lish sifatimiz bilan shundaqla biz keng bu televizorni ko'rguchi xalq ommasi anglag'uvchilarga nisbatan albatta har bir Uyg'ur xalqi qo'ldan kelgancha Uyg'urlarimiz sizlarninki bu yerda qiynalib qarindoshlarimizga qo'ldan kelgancha yordam qilish majburiyatimiz bor hamda. Bu ekran orqali shu keng xalqimizga bu televizorni ko'rgan xalqimizga nimalarni murojaat qilasizlar, nimalarni xohlaysizlar, qanday bir amaliy bir qiyinchiliklar va shuni bir ekran orqali bir anglatgan bo'lsangiz. Bizning asosiy maqsadimiz müracaatnomani biza har taraflardan qiynaldik endi. Xo'sh. Chunki yo'lishimiz qishimizda bo'lmagankin bolalarimizni tushkun holatda maktablarda bo'lsin, sirtlarga chiqqanda bo'lsin, bog'chalarga borganda bo'lsin, bularni bir dadim ishga muhtoj bo'lgankin boshqa bolalarga keltirib qo'ysa bu bolalar bir xil tushkun holatda. Shu holatda bizlarmi shu endi. Xo'sh. Bir yerga borsaqmanda naydi ba'zi ko'ngillarimiz yerim bo'lgan ahvollar bor, ba'zi qarindoshlarimiz chidamay yig'lab tashlagan yerlarim bor endi. Bizning yo'ldoshlarimiz chiqqan bo'lsa, tezroq biz jam bo'lib bir oyda inoq yashagan bo'lsak, shu davlatlarda shu erkin davlatlarda deb shu maqsadda. Bizning butun nimaga xalqqa deydigan gapimiz endi har qanday bir amallar bo'lsa
Ve amal kılamız mı halisan duaları arkalık bize yardımda buluşayını. BDT ve şunun okşaş her kaysı müstakil devletlerinin ve teşkilatlarının bu meseleye ciddi karab yardımda buluşunu ümit kılıp şu asas yazdık. Hem o yer Tayland'da boğan kıyınçılıklarla ailelerimiz bize yetkizgen haberlik asasen başka milletlerge beş çınıkış etrafında 2 metreye yakın orun verse bizim aşıma Uygurlarga bir adamga 40 santrdan yani bir çınıkışın onu belgelike o yerden ait teşkil kisallap qoğan ahvalladima ulanı doktor xallaga bamay jaza kamerlaga ötügenlike yani azırımı şu 3 bilmette o bankovtikilani onun altının ait şeyler tutup birisi ait kök esmeli hiç khas bir ya haberler yok ya bizlerge ineqemesen nerede saq mı saq salamet mi var mı yok mu şunun olan buna Xitayga gelse iniq ölüm gördağıga ölüm xitiniz kolunuzga tegdi degen şu xat butuandı şunun sebebinden bizmiş müracaatname arkalık her qaysi taraftan dua bolsun yoki amaliy harakat bolsun şu nimani xalqlardan so'rashni maqsadimiz müracaatnomani yetishtirmoqchimiz. Ya şu ahirgi mezgillarda qancha aloqa qilisha olyapsizlar masalan bu mesela siz yo'ldoshingiz bilan va boshqa hamshirlarimiz o'zininki urug' tuqqanlar bilan masalan qaysi shaklda qancha vaqtda bir aloqa qilisha olasizlar masalan bu ishlar qanday menyapti? Bu işler aşk ilan kılışının aldıda anca alakalışıp turlatıp hamimiz yoldaşlarımız bilen herske çürtü bunu her peşembe demelişka şu amaya telefonda kıymet mağduyumda o telefonlarıma şuna olsuma şu telefon elip bizge biz saksılamet hep şunu uqturup turlatıp aşk ilan kılgandan keyinki ahval astıda ola bilen körüşeş imkanı ise bu müderinde asası. Hoş. Hakikaten bu sözünki Türklerde bir söz var. Sözün bittiği yerde yani söz hakikaten bu sözün üstü başka bir söz kılış hakikaten insana iyi geldi hem de Allah sabır takat ata kılsın. Şundakla biz bu ekran yüzü arkalık barlıq dünyanın har qaysi şeylerdeki ve Türkiye'deki qeyrindaşlarımız başta buluş bilen birge dünyanın har qaysi şeylerdeki qeyrindaşlarımızga faqatla dua bilan yetib çekilinip kalmasını ameliy bir şekilde hareket kılışqa biz bu yerden yeni bir müracaatnamani bu yerden e'lon qilgan bo'laylik. Allah bu ig'ir kunlarni o'tkazib o'tishga eng tez shaklda o'tkazishga Allohdan buni tilaymiz. Alloh Allah ko'p sabr ato qilsin inshaalloh. Bu kunlarni o'tib ketadi, sabr qilinglar inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun. Rahmatliligim.